har namozdan keyin bir marta jannatga kirishga sazovor bo'laverish bu juda katta gap. Mashhur hadis bor, Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishini Rasul akram alayhisolatu vassalom zakotga kelgan xurmoniga qorovul qilib qo'yganlar. Odamlar xurmosini terib, zakotini olib kelib topshiryapti, ushurini beryapti. Xirmon bo'lib ketdi. Endi kechqurun birov qo'rib turmasa bo'lmaydi. Abu Hurayra san qo'rib tur dedilar. Kechqurun bo'ldi, qo'riqchilik boshlandi, namoz o'qidilar, o'qildilar. Butun shaharni sukunat bosganda bir qora keldi-da, qarab tursa, haligi sadaqa xurmodan olyapti, o'g'irlayapti. Sekin borib Hazrati Abu Hurayra haligi o'g'rini mahkam ushlab qoldilar. Hech qayoqqa qimirlayolmay qoldi. Sen qo'rga tushding. Seni endi tong otganda Rasululloh alayhisolatu vassalomning huzurlariga olib boraman. Davud haligi yalindi, yolvordi. Men ayolman, odamman, bola chaqam ko'p. Ular och qolgan edi, shuning uchun majbur bo'ldim. Endi meni sharmanda qilma. Imkon ber, endi qaytib kelmayman. Shu bola uchun, chaqa uchun shunga majbur bo'ldim deb rosa yalindi. Rosa yalinuvdi. Abu Hurayrani rahimlari keldida, "Bo'pti, bor. Ikkinchi kelmagan" dedilar. Ertalab qorovullikni tugatib bomdodga bordilar. Rasululloh: "Ha, Abu Hurayra, mehmoning nima qildi?" dedilar. Shunaqa qo'rga tushib qoluvdi, ayonman ekan, bola chaqasini o'rtaga qo'yib, qattiq yalinuvdi. Endi kelmayman deb qo'yib yubordim. U yolg'onchi yana keladi dedilar. Ertasiga yana keldi. Haligi holat yana qo'lga tushdi. Yana yolvorishni boshladi. Abu Hurayrani yana rahmi kelib yana qo'yib yubordi. Bomdodga borsa Rasululloh yana: "Ha, Abu Hurayra, mehmoning nima qildi?" dedilar. Shunaqa qattiq yolvordi, qo'yib yubordim. Kelmayman deb ketdi. U yolg'on gapiradi, yana keladi. 3-chi kuni yana shunday bo'ldi. Keyin bo'ldi, endi 3 marta bo'ldi, seni qo'yib yuborish yo'q. Albatta bomdodga Rasul akram alayhisolatu vassalomning huzurlariga olib boraman dedi. Davud haligi aytdi: "Agar dedi meni qo'yib yuborsang, hech kim bilmaydigan bir narsani o'rgatib qo'yaman" dedi. Abu Hurayra qiziqib qoldi yani gapga. "Bo'pti, nima?" dedi. "O'rgat" dedi. Davud: "Sen dedi oyatul kursiyni o'qib yursang dedi, o'qib yursang, senga jin yaqin kela olmaydi." Ali va'daga binoan qo'yib yubordilar. Borib ertalab Rasululloh ko'rinishlari bilan yana: "Ha, Abu Hurayra, mehmoning nima qildi?" dedilar. Shundoq bo'ldi, oyatul kursini o'qisang, senga jinlar yaqin kela olmaydi" dedi, qo'yib yubordim dedi. Yolg'onchi bu safar rost gapiribdi dedi.